O'quvchilar, dam olish daqiqamizda yumshoq arqon metodidan foydalanamiz. Yumshoq arqon metodimiz uchun sizga yumshoqqina arqon berilgan. Yumshoqqinami? Faqat bitta sharti, siz arqonni yerga tushirib yubormasligingiz kerak. Men sizga turli xil shartlarni aytaman. Shartlar bajariladi va siz o'sha paytda ham arqonda nima qilasiz? Ushlab turishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Hamma tayyormi? Unda sizga omad va boshlaymiz. Ikkita qarsak. Barakalla. Tepaga qarsak. Aylana qarsak 2 marta. Tushmadimi? Tepaga qarsak. Aylana qarsak. Keyingisi tepaga qarsak. O'tirib qarsak. Aylana qarsak. Ikkita qarsak. Aylana qarsak. Tepaga qarsak. Aylana qarsak. O'quvchilar harakat qilganda arqonimizni shakli arqon shaklida qolsin. Xo'pmi? Shakl buzilishi mumkin emas. Davom qilamiz yana. Demak, tepaga qarsak. Barakalla. Aylana qarsak. Barakalla. O'tirib qarsak. Barakalla. Bir-birimizga yaqinlashamiz qarsak chalib. Qarsak chalib. O'zimiz orqaga ketgan holatda arqonni tepaga qilib bitta qarsak chalib yaqinlashamiz keyin. Ushlaymiz keyin. Barakalla.